ayrılışqa kelsen bugün bilsem ko'nglimni tashna bo'ldi. Bir hafta oldu. Bir an aksiyonimi tapamadık aka. Onchilik umidsizinib ketmayli. Fursat degan yana bor. Nerede fırsatını deysiz Mutallip aka? Eti mağınıgan tursak. Mağıcı biraz çıkıp kala. Oğlunuz yaxshimi? Hech qo'yishingizga tashqi. Salomatchilikmi? Hech de. O'tiring. Ha, qanday ahvolingiz? Tinchlikqo. O'zingiz Mutallip aka, ko'rinmaysiz-ku. Yaxshi-ku. O'zingiz kechikib qolgan bo'lsa, chiqim bo'lmasin dedingizmi ya, ha? G'olibjon, undaq bolalarni emas. Shundaqmi ukam? Yani Mutallip akam tushunadi. Sizlarni yaxshi naqsh topamidi deb anglab, shunda yaxshi naqshdan birini aytgandim ku mana. Ko'rib boqamsizlar? Ha? Voy, yaxshimisiz ukam? Ko'rib boqamsizlar Mutallip aka? Ha, bo'ladi ukam. Biroq keling Mutallip aka. Ha, bo'ladi. Ma'qul. Ha, naqshani aytib boqay bolam. Maharatingni bir ko'rib boqayli. Men xalq naqshlaridan qapqara qo'y ko'zligim degan naqshini sizlarga o'ralab beray. Qapqara qo'y Qanday bolam degan? Hali yaxshi kel. Qandayroq Mutallip aka? Bo'ladi kel ukam. Ovoz xili yaxshi ekan. Bo'ladi kel ukam. Rahmat sizga. Ha, yaxshi. Bu yoqqa kel o'g'lim. Pekila. Ha. O'tir. Isming nima? Ahmad. Qayerda tursan? Hozir mening turar joyim yo'q. Ota-onang-chi? Kichigimda o'lib ketibdi ekan. Ha. Bo'ldi. Sen qabul qilindingmi? Ati men bilan birga mang. Mutallip aka, anglasam ati mag'rigensizlar. Shunga endi Ahmad Chay uchun bir choy yuray degan. Qada. Bo'ladi ukam. Bo'ladi. Anda xo'si biz mangayli. Yura bolam. Rahmat, vaqilmoq. Ha, qara e'lonlayman Allah. Getiram, ben sağ qalıbga, ha. Nima? Uzoqlik sharoitiga yetib qolgan bo'ldik-da. Qara e'lonla. Bugun nasıl içiramatımına? Ha, qara. E'lonla, xo'sha. Ha. Hal içiramatına bir kere. Xo'sha. Ha. Xo'sha. Ha, bo'ldi. Ha.